Madinani o'zi Komil aka Cobalt'da hali hech kim bilmaydigan yengilini aytamiz. Qani ketdi aka. Kamerani olib keling. Mana buni qaranglar. Hali bunaqasi bo'lmagan O'zbekistonda. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Madina xarajatni uyga bor. Ishini yopamiz. Cobalt o'zi olib ketadi. Qani ketdi ko'ramiz. Madina xarajatni o'zi uyga olib ketyapti. Mana buni qaranglar. Bu avtopilot emas, yoki sun'iy intellekt emas, bu Cobalt. Cobalt mashinasida o'zi shunaqa funksiya bo'ladi. Buni ko'pchilik Cobaltchilar bilmaydi. Cruise control, multimedia knopkalarni ustunovka qilganmiz. Hozir shunaqa narx aytaman. Prosta eshitib maza qilasiz. Hali O'zbekistonda bunaqa narx bo'lmagan. Cruise control, multimedia knopkalari eng originali bo'ladi, birga biri bo'ladi. Ustunovkalari bilan 400 ming so'm qilib beramiz. Bonusga 4 teshik bagaj kapotingizni litorlab beramiz. Avtozavodashingizni o'zini pultidan zavodashini mutlaqo tekinga qilib beramiz. Va tablolariga sudyachini ham mutlaqo tekinga qilib beramiz. Hali bunaqasi O'zbekistonda bo'lmagan. Bu videoni Cobalt avtomatdan mexanika haydaydiganligi jo'natib qo'yilgan kelar. Sentabr oyining oxirigacha chegirma bo'ladi. 3 ta filialimizda pastda nomer qoldiraman. Telefon qilib kelaverasizlar. Hali bunaqa narx bo'lmagan.